Rostdan ham maktab zerikarli bo'lib qoldi. Birga bir. Parvina maktabdan ketgan yomon bo'ldi. Shunga ham siqilasanmi? O'zi Rahmajonni zo'rg'a kiya oldim. Ha, maktabni paxani bo'lding. Rahmajon tarafda hech kim yo'q. Lekin bir tarafdan qarasak, u turganda seni paxan deyishmaydi. Rahmajonni yedirib qo'ydimi? Yedirib qo'yding, baribir hurmati bor-da boshqalarda. Bu zalim dünyada hiçbir şey beni ısıtmıyor. Bir sahne kurmuşum, Kadıköy'de buluşmuşum. Seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum. Verdiğim sözleri birer birer unutmuşum. Üzgünüm sevgilim, düşlerim. Nimadir kerakmi? 11-B sinf xati. Tepada 3-etajda. İsmim Banu. Afalladım, denedim olmadı. Hiç kimseye inanmadım. Maktabimiz faxriy sinfi. Bir marta yutqizib duxinga o'tirdingmi? Ha? Nima xohlasan? Shunchaki maktabimiz zerikarli bo'lib qoldi-san. Darsdan keyin maktab orqasida birga ketdimi? Shart emas. Yomon duxinga o'tiribsan, asan bola. Bo'ldi-ha? Bo'ldiqmasam ham bo'ladi. Shohruh. Xonaga bor iltimos. Bu yoqqa nima desang shu bo'ladi. O'zi shunaqa bo'lsin. Sanatiydan qo'ysanmi? Nimani? Nimani bo'ladi? Ne Shohruh indamayapsan? Sinovaman. Kimni? Sani. Kalta yeganimda hamma bolalar ketardi. O'zing ko'rding. Haqiqiy do'st bitta bo'lishiga ishondim. Boringga shukur o'rta. Qo'ygan yig'laveraman hozir. Tayyormisan? Qani ishni? Rostdan ham maktab zerikarli bo'lib qoldi. Xohlasang darsdan keyin birga bir. Kutaman. Qarab turmasdan boshlaring. Stop! Ha? Jingalak sochli juda xo'roz. Birga bir aqling yetmayaptimi? Polniy mahallani olib kelyapsan. Oshlaring emas ekan, birga bir chiqish nima qilasanlar urushib? O'zingdan kim yasab olding? Mahallingda qilasan. जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम Boshing emas ekan sanlarni. Surlaring muttahammi. Birinchidan qiz bola, ikkinchidan to'g'ri gapiryapti. Uchinchidan ketdim. Ketdim maktabga. Ketdim. Parvinani endi yo'qotdim o'zi. Bunisi kim bo'ldi endi? Ну а так, menga problema emas bu ham. O'tir, qana o'tir. Joyim o'tir, asamga tegmalar. Alama, nima qilsan, alab. Bir sinfmidilaring? Xo'p, xullas o'rtoqlar bilasizlar. Yil o'quvchisi degan nominatsiyada hozir musobaqa ketyapti. Futboldan musobaqa bo'ladi. Tayyorgarligingni ko'rlaring hamma, trenirovkani boshlalaring.
Vo, Rahmatjon. Salomlar. Ada o'qirdingmi sen? Ha? Menga qara, ana yil o'quvchisi nominatsiyasi bor-ku bizda hozir. O'shanga futbolda musobaqa bo'ladi. Серьезно? Da. Baylar bilan o'ynaysan. Yoramiz. Davay. Yorlaring delegam etib qo'ygan. Dera tansiga boradi-ku. Rahmatjon ketdikmi? Voy, bu qiz kim? Jiyaningmi? Necha sinf bu? 11 ga yangi kelganman. Ha. Unda tanishib olaylik. Men ismim Nilufar. Rahmatjon yoshligidan beri katta bo'lgan sevgilisimi? Nima? Menga qara. Bundan keyin Rahmatjondan uzoqroq yurarsan-a? Sabab? Oxirida o'zing yomon bo'ladi-da, o'shaning uchun. Ko'ramiz. Rahmatjon suvni olgani kelganda mana bu suvni berasiz. Xullas, bugun futboldan musobaqa. Ha, ikkita komanda, bu yoqqa kellaring. Bu sinf fondi degan narsa bor, boshqa bor. O'zlaringga bir xil forma qilsalaring bo'lmaydimi? Oqmi, qorami, Realmi, Barsami qilib bunday. Ko'pda meniki domla. Ko'pda maktabki. Nechta gol yesalaring qorning to'yadi. Kelinglar do'stlar. Ushbu raqiblarimizni ko'nglini ortmasdan 5-0 ga xafa qilmay chiqarib yuboramiz. Chiqinglar chayfar ichamiz. Tepma o'yna, to'g'ri o'ynalaring. Siz ma'sum-ku. Bor, o'yiningni o'ynagin, keyin suv ichasan. Ma'sum deydi, ma'sum deydi. Azizga to'xtamang, azizga. Azizga bo'lsa. Aziz. Nima bo'ldi? Nima qildilaring buni? Sizni ruxsatingizmi? O'zingga sun'iy nafas berish kerak, domla. Shatrisiga bo'lgan. Ko'tar olib chiq tasha. Bu tez bu, tez. Tez olib chiq tasha. Ha, bu yoqqa. Ay, qara, mana bunaqa qil. Asaming odaming bormi? Yo'q. Bo'lmasa 3-0 yutqizib qo'raman. Hal qil. Bu yoqqa. Yo'q. Nima deng? Vartaga tur. Yo'q, xafa bo'lishadi. Oshib beraman. Bo'pti ketdi. Davay. Urushma, penalti bo'ldi. Penalti emas. Penalti emas. Jab. Voy, boshim qotirmalari ham penalti dedi. Men ko'rib turdim. Effekt qo'yib yuborasan. Penalti. Gol! Sani suvning domla ichuvdimi? Nimaga so'raysan, tinchlikmi? Bu suv oling. Suvim bor, nimaga? U sho'g'roq suvi. Rahmat. O'shancha futbol o'ynashni o'rgan. Birovni suvga dori qo'shishing shart bo'lmay qoladi. Bonu degan qiz yaxshi o'ynayapti. Ko'rdim. Men yutishim kerak, bilasiz-a? Sen xavotir olma. Bora qol. Xo'p.
Aniq, qaysi sinfda? Bir sinfda. Senga ish bor. Kim bor? Eshikni ochinglar. Qizlar. Bo'ldi, endi final o'rtoqlar. Finalda Bonu bilan Nilufar o'ynaydi. Bonu qani? Qani Bonu, qani? Ya menga qaranglar, agar Bonu kelmasa, Nilufarni yutkizib e'lon qilib yuboramiz, g'olibni aniqlab yuboramiz. Bonu sizni kutishyapti, chiqing. Rahmatjon. Eshikni ochib yuboring, musobaqaga kech qolyapman. Tashqaridan qulflanib qolibdi. Kim qulflab qo'ydi uni? Bo'ldi. Demak, g'olibimiz To'xtanglar. Ana Bonu keldi. Ana Bonu.